Assalomu alaykum qadr baland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Allohdan inshaalloh chinakasimga niyat qilib bitta layklarni bosib qo'yinglar. Hammamizga shunaqangi saroy uylar nasib qilsin. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda bugun biz Yunusobod tumani Zenit mahallasi, ya'ni Eletniy mahallalarga kiradi. Xudo xohlasa ushbu xonadonimiz podvoli bilan birgalikda 3 qavatdan iborat. Sizlarga chiroyli obzor qilib bergani keldik. Bismillah deb vatan ostonadan boshlanadi. Xonadonimizning ostonasidan boshlasak, ko'rishinglar mumkin yozgi oshxonasini. Albatta juda ham keng yoni, ya'ni hovlisi. Bu tomonimizda bemalol Hoji akam bitta mashinasini, ikkita mashinasini ham sig'dirib qo'ysa bo'ladigan joy bor. Endi sizlarga xonadonimizni bismillah deb ichki qismini sirazi obzor qilib beramiz. Eslatma uchun aytib o'tib ketaman, xonadonimizning egasi bu uyni o'zi uchun, ya'ni oilaviy yashash uchun qildirgan ekan. Bu gapni bejizga aytmayapman, sababi uyimizdagi eng sifatli mebel, texnikalar, hamma sifatli narsalar qilingan xullas. Xonadonimizning eshigidan kirishdagi hol zonasini ko'rishinglar mumkin. Juda ham keng, TV zonalarigacha ham qilib qo'yishibdi. Mana bu tomonimizda albatta garderobniy zonalari, ko'chadan kelingan kiyimlarni bemalol ilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlarga xonadonimiz qirolichalarning ofisini ko'rsataman. Ofisni ko'rishinglar mumkin. Juda ham boshqacha did bilan qilingan. Hoffman kompaniyasiga tegishli xolodilniklarni ko'rsanglar bo'ladi. Xolodilniklar juda ham baland. Oilaviy maza qilib o'tirishinglar uchun mana bunaqa stol-stulda qilingan, xudo xolisa. Zol qismini ko'rishinglar mumkin. Juda ham keng, xudo xolisa. Lyustralariga ahamiyat berib qo'ysanglar bo'ladi. Boshqacha did bilan qilingan. Zal qismini ko'rdinglar, xudo xolisa sizlarga boshqa xonalarimizni ko'rsatishda davom etaman. Xonadonimizning ikkinchi qavatiga chiqish qismini ko'rishinglar mumkin. O'zini mana shunaqangi chiroyli zonalarni qilib qo'yishgan. Bu tomonimizda podvol bor. Videoning oxirida обязательно sizlarga ko'rsatib beraman. Xudo xolisa umumiy hammaga qilingan, ya'ni ko'chadan shunday kelishingizga sanuzel qismini ko'rishinglar mumkin. Xonadonimizning deyarli barcha xonalarida sanuzel mavjud. Buni video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Bitta katta masterskiy spalnisini ko'rishinglar mumkin. Boshqacha qilingan, xudo xolisa. Обязательно layklarni bosib qo'yaverasizlar. Ko'rsanglar, mana bu tomonimizda juda ham keng bo'lgan sanuzel qismini ko'rishinglar mumkin. Aytganimdek, gapimiz isboti bilan uy egasi o'zi uchun, ya'ni yashash uchun qilingan bu xonadonimiz sotuvga emas, lekin vaziyat shuni taqozo qilib, xonadonimizning egasi uyini sotmoqchi. Xonadonimizning ikkinchi qavatiga chiqarkanmiz, kelgan mehmonlarni shunday o'ziga jalb qiladigan lyustrasini ko'rishinglar mumkin. Boshqacha qilingan. Ilohim har bittalarga mana shunaqangi xonadonlar nasibi ro'z aylasin. Xonadonimizning ikkinchi qavatidamiz. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham keng o'zini koridorning zonasi, balkon qismlarini bitta ko'rsatib boqing yoki. Balkon qismlarini ko'rishinglar mumkin. Xonadonimizning birinchi shirindan shakar bo'lgan farzandlarimizning xonasidan boshlaymiz. Qaranglar, boshqacha svetda, boshqacha did bilan qilingan, o'zini alohida sanuzel qismini ham ko'rsatishingiz mumkin. Hali aytganimdek, gapim isboti bilan har bitta xonamizda sanuzel mavjud, ko'ringlar. Mana bu tomonimizda o'zingizlar xohlagandek nimadir xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Panoramniy oynalarimizni ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomonimizda yana o'zimizning sanuzel qismimiz. E'tibor berib qarayotgan bo'lsanglar, devorimizning rangi bilan sanuzelimizning mebellarini birgalikda qilib, dizayniga xullas layk bosadigan joyi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ham xonamiz bor. Mana bu tomonimizda yana bitta katta xonani ko'rishinglar mumkin. Bemalol spalni sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zi обязательно o'shanga moslashtirilgan. Mana bu tomonimizda ham derazasi bor. Bu tomonda ham deraza bor. Bitta xonani o'zida skvyaznak planirovka qilib ketishgan. Mana bu tomonimizda sanuzel qismini ko'rishinglar mumkin. Ko'ringlar. Mana bu tomonimizda o'zini alohida garderobniy zonasi, sklad sifatida ham foydalansanglar bo'ladi desam bo'ladi-yu, lekin albatta gluxoy emas. Mana bu tomonimizda derazalari bor. Lekin podvolimizda bunaqa xonadan yana bizani 4 ta kutib turibdi. Endi sizlarga sekin pastga tushib podvol qismimizni ko'rsatamiz. Gaplarimizda tutilib qolish bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Sababi har bitta gapimizni yodlab olmaymiz. Sizlarga qo'ldan kelguncha chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilyapmiz. Ko'ringlar, mana bu tomonimizda podvolimiz. Ya'ni podvol qismimizni ko'rishinglar mumkin. Podvol qismimiz ham juda ham keng. Hali aytganimdek 4 ta xona. Sizlarga ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu tomonimizda mana bemalol
nechta kiyim-kechaklar bo'lsa, bemalol sig'dirsanglar bo'ladigan katta joyimiz ko'rib turishingiz mumkin. Ketdi. Mana bu tomonimizda yana bitta sklad u yoqni olib o'tirmayman, kichkinagina joyimiz. Mana bu tomonimizni ko'ring. Mana bu tomonimizda mana o'zini derazalari mavjud. Albatta ko'rishingiz mumkin. Havo aylanadi. Podvolda bo'lsa ham deraza qilib qo'yishgan. Layklarni bosib yuboradigan joyi, xudo xolasa qaysidir baxtli insonga nasib qilsin, ilohim ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu tomonimizda, mana bu xonamizda qanaqa foydalanasizlar uni bilmayman. Menimcha pul tursa kerak, ko'rishingiz mumkin. Shkaflarimizda boshqacha qilingan, to'g'risini aytsam, qanaqa xonaligini bilmayman. Mebellarimizni terib, endi buni ham ayollarimiz o'zi qanaqadir xona sifatida foydalanadi. Bu tomonimizda santexnika va elektrika ishlari, shokki ko'rishingiz mumkin. Hayronman. Mana buni qaranglar. Polnisda mana buni qaranglar. Aytolmani aka o'zi uchun yashashga qilganda eng qimmat narsalarni qo'ygan. Mana bu to'pli sistemalarni qaranglar. Bunaqa narsalar osonlikcha qo'yilavermaydi. Albatta qo'yiladi. O'zingizga yashash uchun qilsangiz, qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonimiz asliga to'liq ma'lumotini aytadigan bo'lsam, Yunusobod tumani Zenit mahallasida joylashgan. Umumiy maydoni 320 metr kvadratni tashkil etadi. Podvoli bilan birgalikda 3 etaj. Ko'rishingiz mumkin. 2,5 sotixga barpo qilingan ushbu qasr xonadonimizning narxi, remontini, lokatsiyasini, hamma tomonni hisob-kitobini oladigan bo'lsa, juda ham arzon. 540 ming dollarga xudo xolasa baraka qiladigan joyi. Albatta sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang. Har bitta gapimizni yodlab ololmaymiz. Gaplarimizda tutilib qolgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Joningiz omon bo'lsin.